Assalomu alaykum hammaga. Mana 25-dekabr 2025-yil Sirdaryo viloyatiga, mana Gulistonga 1 tonnalik sut sovutish uchun tanka xladichimizni mana yetkazib berdik. 20 kilovatlik sirasi birdaniga stabilizator ham qo'ydik. 3 tonnalik молочный nasos sutni haydab berish uchun reduktorlari. Tankimiz mana 1 tonnalik 1 yil garantiya bilan beramiz. Mana sutni saqlash uchun 4 gradusgacha sutni sovutib 3 kungacha bemalol saqlab bera oladi. Tanka xladichimiz. Bundan 500 litrlik, 1 tonnalik, 2 tonnalik tanklarimiz sotuvda hozir tayyor bor. Qiziqqanlar mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Tarozlari ham bor mana. Necha litr sut borligini elektronli ko'rsatib turadi.